Uzun o'tmay Maryam aldirash yo'lga chiqib, Yahudiya o'lkasining tog'liq rayonidagi bir shaharga bordi. U yerda Zakariyaning uyiga kirib, Elizabetga salom berdi. Elizabet Maryamning salomini anglaganda qo'sig'idagi bovoq sakrab ketdi. Elizabet muqaddas ruhga cho'mib, yuqori ovoz bilan mundoq dedi: "Ayollar ichida eng baxtli ayolsan. Qo'sig'indagi bovoqmi baxtlidir. Rabbimning onasi bo'lish sifating bilan meni yo'qlab kelishingga munosib emasman. Tolimin qulumga kirganda qo'sig'imdagi bovoq suyunib sakrab ketdi. Sen Xudo menga bergan va'dasini jazman amalga oshirdi deb ishongashga naqadar baxtlisan." Maryammo xush bo'lib mundoq dedi: "Qalbimdan ulug'layman Rabbimni. Qutquzuvchim Xudo qildi xursand dilimni. Yod etdi u mendek arzimas bir qulni. Avloddan avlodga baxtlik deb otilarman shundan beri." Chunki Qodir Xudo men uchun yaratdi ulug' ishlarni. Muqaddasdir uning nomi. Mehr shafqat qilar u ixlosmandlarga avloddan avlodgacha. Kuchli qo'lini so'zib tarmar qildi yili mikrli takabburlarni. Taxtidan tushirdi u kuchli hukmdorlarni. Ko'tirdi arzimaslarning qaddini. So'rg'onlarni badiiy ehtiyojlilarga quruq qo'l qaytuvdi. Xudoga ehtiyojsiz biz deb qaragan baylarni. Qilgan va'dasini esida tutib, biz Isroillarga rahim qildi. Chunki u ajdodimiz İbrahim ham uning avlodlariga, avlodinga mangu mehr shafqat ko'stiman deb va'da qilgan edi. Maryam Elizabetning yanında 3 oyda turib, o'z uyiga qaytdi. Elizabetning oy kuni to'shib, bir o'g'il tug'di. Xudoning uningga shuncha katta mehr shafqat ko'rsatganligini anglagan qo'lim qo'shnilari va urtiqonlari uning bilan birlikda xo'shallikka cho'mdi. Bu vaqt tug'ilib 8 kun bo'lganda urtiqonlar kelib, bolaning xatnisini qilib, uningga Zakariya deb otasining ismini qo'ymoqchi bo'lishdi. Biroq onasi "Yo'q, ismi Yahyo bo'lsin" dedi. "Bo'lmaydi. Urug' jamoatingiz ichida bunday ismliklar yo'q-ku" deyishdi urtiqonlar qarshi turib. Ondan ular bolaning otasidan farzandiga nima ism qo'yishni xohlaydiganligini ishorat bilan so'rashdi. Zakariya bir parcha taqtayni akeldirib, ismi Yahyo bo'lsin deb yozdi. Ko'pchilik intayin hayron qilishdi. Dal shu chog'da Zakariya qayta zuvonga kelib, Xudoga madhiya o'qishga boshladi. Ko'pchilik Xudoning bu mo'jizasini ko'rib, ayminib ketdi. Bu xabar Yahudiya o'lkasining tog'liq rayonlariga tarqaldi. Bu ishdan xabar topquchilar bu bola kelgusida qandoq odam bo'la deb o'ylashdi. Chunki Xudoning kuch-qudrati uningga yor edi. Ondan Yahyoning otasi Zakariya muqaddas ruhga cho'mib, Xudoning vahiyini yetkazib, mundoq dedi: "Parvardigor, ya'ni Isroillar itoat qilib kelgan Xudoga madhiylar o'qilsin. Chunki u shafoat qilib xalqini qutqizdi. U ulug' payg'ambarlari orqali va'da qilganidek
bizni düşmanlarimizdan ve yaman kögellerden qutquzish uchun xizmatkori bo'lgan podsho Davudning avlodidan bir kuchlik qutqizg'uchi tiklidi. Ajdodlarimizga iltifot aylab, muqaddas ahdisini esiga oldi. U ajdodimiz İbrahimga "Men avlodlaringni düşmanlardan qutqizaman ve ularni ömür boyu öz oldimda ixlosmandlik ve haqqoniylik bilan düşmanlardan qo'rqmay menga ibodat qiladigan qilaman" deb qasam bergan. Sana kesek, "Hey balam, sen mu ulug' Xudoning payg'ambari deb otilasan. Rabbimizning yo'lini tayyorlash uchun hozirlig'uchi bo'lasan. Uning xalqiga gunohlaringlar kechirim qilinib qutqizsizlar deb uqtirasan. Chunki Xudoyimiz shafqatlik ve rahimdildir. U erishdan tong shapig'ini elib kelar bizga. U nurini chachar, qorong'ulik ve o'lim kurangisi ilikida yashayotganlarga boshla bizlarni omonlik yo'liga. Yahyo kundan kunga cho'ng bo'lib, ruhiy jihatdan yetilib qoldi. U İsroil jamoati oldida Xudoning xizmatini qilishni boshlag'icha cho'llarda yashab keldi.